O'ngga qarasangiz ham, chapga qarasangiz ham, oldiga qarasangiz ham, orqaga qarasangiz ham trackerni Merz hadovoy qilib beramiz. Mashinangizni yumshatib beramiz, Cobalt hadovoy qilib beramiz. Shunga o'xshagan ma'lumotlar internetlarda to'lib ketdi. Bugun YouTube sahifamizda xuddi shunaqangi mavzularga oydinlik kiritamiz va batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Zavodskoy hadovoy yaxshi mashinani yoki Merz hadovoy qilinadigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Siz salondan Tracker mashinasini olib chiqdingiz. Zavodskoy hadovoyda haydaganingiz yaxshimi yoki Merz hadovoy qilingani yaxshimi? Bu savolga javob berishdan oldin sizlarga do'postlik qilib, o'zini Zavodskoy hadovoyini va Merz hadovoyini yonma-yon qilib ko'rsatib tushuntiradigan bo'lsam, menimcha haqiqatdan bo'ladi. Bu qo'limda turgan futulka Tracker Onyx'dan o'zini Zavodskoy richagidan chiqadigan futulka. Buni torozga qo'yadigan bo'lsangiz ham anchagina yengil bo'ladi va mana rezina qatlamiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu juda ham yumshoq bo'ladi. Oldinlari biz Mercedes futulkasini tokerda shildirib, vilkasiga barga-bir tushadigan qilib qo'yar edik. Hozirgi kunda esa space chiqazdirib kelinayotgan Mercedes futulka maslinli bo'ladi. Ya'ni bu moyga pishib qo'yilgan bo'lmaydi. Rezinani miqdorida maslisi ko'proq bo'ladi. Bu qotib qolmasligi uchun, yirtilib ketmasligi uchun juda ham katta foyda beradi. O'zidan chiqqan futulkasi chuqurga tushgan paytingizda rezina surilib, temirga temir tegib, ovoz chiqarib qoladigan bo'lsa, biz qo'yib beradigan Mercedes futulkada bunaqangi muammo kuzatilmaydi. Ya'ni Merz hadovoy qiladigan bo'lsangiz, sizning minusingizga emas, albatta plusingizga ishlaydi. Bu richak mashinaga shu tarzda o'rnaydigan bo'lsa, misol uchun, chuqurga tushgan paytingizda eng katta nagruska shu richak futulkalarga tushadi. Agar richak futulka slabiy bo'ladigan bo'lsa, noxush ovozda chiqarib qolishligi mumkin. Merz hadovoy qilingan paytda, demak, oldida qilinadigan yagona ish ikkita richak futulkani almashtirib qo'yish. O'zini futulkasiga qaraganda anchagina og'ir, baquvvat, maslinli, yumshoq bo'ladi. Shu ikkita futulkani qo'yganingizdan keyin mashinangiz oldi hadovoylari yumshoq bo'ladi. Bu futulkani o'yindan chiqarib yuboramiz. Endi esa orqasiga kelamiz. Orqasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu o'zini orqa chulogidan chiqadigan futulkasi. Kimdir chulok deydi, kimdir orqa tiyagi deydi, hamma har xil nomlaydi. Orqa chulokdan chiqadigan futulkasi. E'tibor qaratadigan bo'lsangiz, telefonni yaqinroq olib keling. E'tibor qaratadigan bo'lsanglar, bunda rezina miqdori juda ham kam. Chuqurga tushgan paytingizda bu chulokka qoqiladigan bo'lsa, bu o'rtasidan bolt yordamida qotirilgan bo'ladi. Chuqurga tushgan vaqtingizda plastmassa urilib, noxush ovoz chiqishligiga sabab bo'ladi. Buni chiqarib tashlalyapti-da, buni ham oldinlari Nexia 3 orqa futulkasini xuddi shu tarzda ustiga qolib qilib, birga-bir tushadigan qilib tayyorlatar edik. Hozirgi kunda esa buni ham Zavodskoy qilib tayyorlatib kelinyapti. E'tibor qaratishingiz mumkin. Vaqt o'tgan sari qilaveradigan bo'lsangiz, o'zi tajribangiz oshib, yana ham takomillashtirib, mijozlarga yana ham komfort bo'lishligi uchun harakat qilib boriladi. Bu ham shunaqangi maslinli futulka, mana og'ir bo'ladi, rezinalari ham zich bo'ladi, sifatli materiallardan foydalanilgan bo'ladi. Yumshoq bo'ladi. Bu narsani mashinaga qo'ygan paytingizda siz mashinadagi o'zgarishni bittada sezasiz. Bu futulkada chuqurga tushgan paytingizda plastmassa uriladigan bo'lsa, bunda esa rezina mashinani yumshoqligini ta'minlab beradi. Endi shu o'rinda sizda savol tug'ilishligi mumkin. Men hadovoychi ustaman. Bizda bunaqangi futulkalar yo'q, tayyorlashlik uchun toker yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Biz bu narsani sizga optim ulgurji emas, optim narxlarda ham berishligimiz mumkin va siz mijozlarning mashinasini, hadovoylarini yumshoq qilib ta'mirlab berishligingiz mumkin bo'ladi. Bizda sotuvda bor. Mijozda keladigan bo'lsa, biz buni arzon narxlarda sifatli qilib o'rnatib berishligimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa usta akalarga buni biz optim narxlarda berishligimiz ham mumkin. Orqasi haqida ma'lumot berdim. Orqasini futulkasini almashtiriladigan bo'lsa, mashina 100% ga o'zgaradi. Siz xohlagan rezultatni olasiz. Endi qarang, buni o'yindan chiqarib olamiz. Bu orqa hadovoyimiz shu bilan yakunlandimi? Yo'q. O'zini orqa amortisatori anchagina slabiy chiqqan bo'ladi. Biz bunga BMW amortisatorlarini qo'yib berayotganmiz. Kimdirlar orqa prujinani almashtirishlik kerak. Prujina yangi qo'yiladigan bo'lsa, mashina yumshoq bo'ladi, u bu deydi. Agar siz prujinani almashtirib, unga Cobalt prujina qo'yadigan bo'lsangiz, hayotingizda eng katta xatolardan bittasini qilgan bo'lasiz. Nimaga? Chunki Cobalt prujina qo'yiladigan bo'lsa, birinchidan mashina ezilib qoladi. Ikkinchidan prujina ezilganligi hisobiga orqa chulokka tegib, g'ichillagan ovoz chiqarib qoladi. Mashinani yumshatishlikka hech qanaqangi prujinani aloqasi yo'q. Prujina qo'yishingizni tavsiya qilmayman. Hadovoy yumshatayotgan paytda qilinadigan ish, ikkita orqa amortisator BMW qo'yiladi. Orqa chulok futulkasi eski plastmassali o'rniga maslinli yumshog'ini qo'yiladi. Ikkita oldi richak futulkasi esa o'zini slabiy futulkasining o'rniga Mercedes futulka qo'yiladi. Shu bilan mashinangiz yumshoq bo'ladi. Ortiqcha prujina yoki old amortisator yoki boshqa narsalarni qo'yishligingiz mutlaq shart emas. Mashinangiz probegi juda ham ko'payib ketadigan bo'lsa, 100 mingdan o'tib ketadigan bo'lsa va yurgan vaqtingizda balon qismidan emas, oyoq tagidan to'qillagan ovoz chiqib qoladigan bo'lsa, rulovoy qismidan bo'ladi. Bu mashinamizda rulovoy qismlari ham charchagan ekan, rulovoylargacha birato'la almashtirib berganmiz. Nimaga? Mashinaning egasini yuragi tor bo'lganligi uchun.
mashinani menga ideal qilib bering deganligi uchun biz bu mashinani svichalarini zamin qilinyapti, korobka mo'ylarini tekshirilyapti. Xullas 100 ming kilometrda qilinishi kerak bo'lgan hamma ishlarni qilinyapti. Siz Tracker mashinasini salondan olib chiqishingiz bilan qiladigan ishingiz 3000 kilometrda mo'yinni almashtirasiz. Hadoylaringiz jostki bo'ladi, yumshatasiz. 40000 kilometrda korobka mo'yini va svichalarini almashtirib olasiz. Mers hadoy haqida menimcha ma'lumotlar to'liq bo'ldi. Mers hadoy qilsam foydami yoki ziyonmi? Albatta foyda. Natija 100% sifat kafolatlangan bo'ladi. Qo'rqmasdan mashinangizni Mers hadoy qildirishligingiz mumkin. Ma'lumotimiz foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va Motor House YouTube profilimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqangi mashinaga aloqador bo'lgan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni berib borishlikka harakat qilamiz. Yana sizga qanaqangi mavzular qiziq, kommentariyada yozib qoldiring, albatta savollaringizga javob qaytaramiz.